Kursimizga start berdik. Kursimizda hijomani barcha turlari, 95% kasallik bilan ishlanadigan nuqtalar, bepushtlik nuqtalari bilan ishlash jarayonlari, bepushtlikka 95% davo bo'ladigan nuqtalar, zuluk terapiya, zuluk to'g'ri qo'yish muolajalari amaliy va nazariy bo'ladi. Amaliyimiz albatta ko'proq bo'ladi. Fizioterapiya, elektroforez, darsenval, kattalar va bolalar massajini texnikalari, kasalliklar bilan ishlash texnikalari va manual terapiyamiz. Va barchangizni kursimizga taklif qilib qolamiz. O'qishimiz so'ngida hayajonli daqiqalar, 3 ta diplom bilan taqdirlaymiz. Birinchi diplomimiz hijom va zuluk uchun, ikkinchi diplomimiz kattalar va bolalar massaj texnikasi uchun, uchinchi diplomimiz fizioterapiya uchun, elektroforez va darsenval uchun. Joylar soni cheklangan. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va o'z sohangizni mutaxassisi bo'ling.